qilguvchi ibodatli Muhammad, tinmay tasbih aytguvchi riyozatli Muhammad, mal'unlayin shaytonga siyosatli Muhammad, shariatning yo'lida hidoyatli Muhammad, ya Muhammad Muhammad assalatu vassalam, ya Muhammad Muhammad assalatu vassalam, ya Muhammad Muhammad assalatu vassalam. Arsh va kursi bozori inoyatli Muhammad, 8 behesht egasi viloyatli Muhammad, miskin Ahmad quliga kitobatli Muhammad, yetim faqir g'aribga saxovatli Muhammad, ya Muhammad Muhammad assalatu vassalam, ya Muhammad Muhammad assalatu vassalam, ya Muhammad Muhammad assalatu vassalam. Bizlarni mana shunday diydorlashtirganidan, shunday tinch yurtda, tinch mahallalarda, tinch xonadonlarda, agar tinchlik bo'lmasa biz bunaqa mazax o'tira olmaymiz azizlar. Alhamdulillah shunday tinch yurtda yashayotganimizni o'zi bizga bir ne'mat hisoblanadi. Inson bandasi shunday bo'lar ekanki, bizlarni ko'z nurimizni, shukrini ado qilishga biz umrimiz yetmas ekan. Shuning uchun hozir bizni qanchalik mana shu o'tirishimiz o'zi g'animat. Mana shu dasturxondagi ne'matlar hammasini Alloh taolo bizlarga taqdim qilib qo'yganiga qanchalik shukr